Uyg'urlar tarixi faqat birla tanha Uyg'ur xalqining tarixi bo'lib qolmasdan, u balki butun turkiy xalqlar tarixi, Markaziy Osiyo tarixi, jumladan Markaziy Yevrosiyo tarixining bir qismidir. Uyg'ur tarixi hech qachon mana bu bog'lanishlarsiz mukammal yoritilmaydi. Bugun o'zining 80 yoshlik tavalludini kutib olgan tarix fanlari doktori professor Ablahat Xo'jayib apandi ana shu intayin qiyin va ko'p qirliq, ko'p bog'lanishliq Uyg'ur va Markaziy Osiyo tarixiga o'zini beg'ishlab, 20 dan ortiq ilmiy kitob va ko'plagan maqolalar e'lon qilgan Uyg'ur tarixshunosidir. Pensiyaga chiqqan bo'lsa-mu, lekin O'zbekiston Fanlar akademiyasida Markaziy Osiyo tarixi masalalari bo'yicha yetakchi ustozlik xizmatlari va tadqiqotlarini davomlashtirib kelgan Ablahat Xo'jayib 1941 yil G'ulji shahrida tug'ilib, G'ulji, Urumchi qatorliq shaharlarda o'sib yetilgandan keyin ota-onasi bilan birga 1960-yillarda Sovet ittifoqiga ko'chib chiqqan va shu yerda o'qib, bugünkidek Uyg'ur va Markaziy Osiyo tarixshunosligining peshvolaridan biriga aylangan. 60-yili dekabr oyida yangi yil arafasida chiqqanman. Chiqib to'g'ri Toshkentga kelganmiz. Shundan beri Toshkentda turaman. Lekin oraliqda 1,5 yil Qirg'izistonning Talas viloyati Kirovga degan bir qishloqda 1,5 yil ishlaganman. Shuni qaytib kelgandan beri Toshkentda. Asosan men G'uljidan chiqqanimda hali maktabni bitirmagan edim. Toshkentda demak 2 yil kechki maktabda o'qib bitirib, u paytida Toshkent davlat universiteti bor edi. Shu universitetning sharqshunoslik fakulteti, ya'ni qisqacha Sharq fakulteti deyiladi. Shu Sharq fakultetining Sharqi mamlakatlar tarixi bo'limiga o'qishga kirganman 64-yilda, 69-yilda bitirdim. Shuningdek, bu O'zbekiston Sovet ittifoqiga kelgandan keyingi bu ilmiy hayot musofillaringiz qanday bo'ldi? Qayoqlarda qanday ilmiy darajalarni oldingiz? Bu haqda bir umumlashtirib ma'lumot bersangiz. Shundan keyin 1 yildan keyin Moskvaga aspiranturaga ketdim. Aspirantura vaqti to'lgan kuni himoyam bo'ldi. Shu qaytib kelib Toshkent Sharqshunoslik instituti, ya'ni Fanlar akademiyasi Qashidagi Sharqshunoslik ilmiy tadqiqot institutida ishlashga boshladim. Shundan beri mashada ishlayman shu institutda. Lekin oraliqda 12 yil davlat tashkilotlarida, Tashqi ishlar vazirligida, strategik tadqiqotlar institutida shu yerda ishlab yana qaytdim. Siz zo'r natijalarni qo'lga keltirgan tarixchi hisoblanasiz. Shundaq yolg'iz Uyg'urlarning tarixlari emas, bu O'zbekistonning tarixi, shuningdek Xitoy bilan bu O'rta Osiyoning munosabat tarixlari, Ipak yo'li tarixi qatorliq keng doiralar bo'yicha zo'r natijalarni qo'lga keltirdingiz. Ilmiy emgaklaringiz asosli qayalarda qo'lga keldi? Asosli nelarda? Bu haqda bir ma'lumot bersangiz asarlaringiz haqida. Doktorlik dissertatsiyani Toshkentda himoya qildim 90-yili. Doktorlik dissertatsiyaning asosiy mazmuni Sharq Turkistonni Chin imperiyasi tarafidan besib elish tarixiga bag'ishlangan. Bu dissertatsiyalar shu davriga oid Xitoy tilida yozilgan arxiv hujjatlari asosida ishlangan. Bu arxiv hujjatlarining umumiy hajmi bir 22 ming varaq chiqadi. O'z paytida Moskva, Leningrad bibliotekalariga taqalgan holda yetib borgan ekan. Shu joylardan yig'ib elib, buni batafsil boshdan oxiriga o'rganib chiqib, shu asosda dissertatsiya yozildi. Asosiy dissertatsiyani maqsadi, mazmuni shu Sharq Turkistonni, ya'ni shu davrdagi ikki xonlik, Oyrat davlati, Jo'ng'or xonligi deyiladi, va Yarkan xonligi ikki davlatni besib olish tarixi qanday kechgan, nimadan boshlangan va nima bilan tugadi, shu masalalar qaralgan. Bu nomzodlik dissertatsiya mazmunan shu 19-asr Yoqubbek davri, shu qo'zg'olonlarning ko'tarilishi davridan to
Yoqubbek davlatini yo'q qilib tashlashchi bo'lgan Çin hukumatining siyosati asosan qaralgan. U ham shu davriga oid nihoyatda cho'ng hajmdagi manba Xitoy tilidagi shu o'z zamonisida yozilgan hujjatlar to'plami desa bo'ladi. Shu asosida yozilgan. Hürmetlik Abdülhat efendim. Yeni bir muhim bir mesele var. O bolsamız sizinki hayatınız yalnız bu Orta Asya tarihi, Uygur tarihi, tarihşünaslık sahasındaki tədqiqatlar emas. Yani siz şu stratejilik tədqiqat meseleleri bu içimi uzun mezgil faaliyetlerini ilip badınız. Yani bir siz en mühimi yani diplomatiya sahasında mı körneklik hizmetlerini kıldınız. Muşu jarayonlar sizning şu tarix tadqiqot sohasingizda, tadqiqotida bazı materiallarni to'plash, o'rganish jihatlarda rol o'yindimi? 1995-yildan boshlab diplomatik ishda xizmat qilish munosabati bilan Xitoy Xalq Respublikasiga, jumladan Bejingga, yana bir qator boshqa shaharlarga ko'p qatim berishga to'g'ri keldi. Shu paytlarda demak nihoyatda ko'p miqdorda adabiyotlar, tarixiy adabiyotlar o'zim qiziqqan bo'libmi, Markaziy Osiyo tarixiga oid adabiyotlar, Xitoyning Markaziy Osiyo siyosatiga oid ma'lumotlar, birmuncha birlamchi manbalardan ma'lumotlar yig'ib olish imkoniyati tug'ildi. Demak, diplomatik ishda ishlashim kelajakda men ilmiy ishlarimni davomlashtirish uchun bir ilmiy baza yaratildi, asos yaratildi desam to'g'ri bo'ladi. Yana bir muhim bir savol, shu Uyg'ur tarixiy tadqiqoti jihatda sobiq Sovet ittifoqi davrida zo'r natijalar qo'lga keltirildimi? Umumyuzlik yoki hozir ko'proq natijalar qo'lga keltirildimi? Ya'ni mustaqillikdan keyingi shu 30 yil ichida. Sobiq Sovet ittifoqi davridagi shu Uyg'ur tarix tadqiqotining natijalari bilan hozirgi natijalarini qanday solishtirasiz? Shu savolga to'xtaydigan bo'lsak, demak, bizning qilingan ishimiz mustaqillik davrida albatta hajm jihatdan mazmunan ham ko'p bo'ldi. Biz bemalol shu Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston tarixiga oid masalalarni yozish imkoniyati bo'ldi. Sobiq SSR davrida O'zbekistonda nashr qilib bo'lmaydi. Xitoyga tegishli tadqiqotlarni faqat Moskvada chiqarish mumkin edi. Kitoblarni hammasi Moskvada nashr etilgan. Bizning tadqiqotimizning bir alohidalik tarafi shuki, biz ilmiy yo'nalishni birla Uyg'urlar masalasi yo Uyg'ur tarixiga qaratilgan emas. Tadqiqot yo'nalishimiz butun Markaziy Osiyo xalqlari, Markaziy Osiyo davlatlari tarixiga qaratilgan. Demak, bu yerda yashagan xalqlarning, davlatlarning asli kelib chiqishi ildizlari bir. Bu keyingi bo'linishlar, endi bir ma'lum bir siyosiy jarayonda yuz bergan bo'linishlar. Biz Uyg'ur tarixiga murojaat qilganda keyingi yillarda, keyingi 15 yil davomida umuman Turkiy xalqlarning etnogenez masalasiga, jumladan Uyg'urlarning etnogenez masalasiga e'tibor berdik. Uyg'urlarning etnogenez masalasida ham bir qancha yangi qarashlarni o'ttirg'a qo'ydik. Masalan, Xitoy tarix navisligida, tarixshunosligida Uyg'urlar shimoldan keldi degan qarash butunlay xato ekanligini isbotladik. Shimolga shu Sharqiy Turkistondan ko'chib borganligini manbalar asosida ko'rsatdik. Uyg'urlarning asli kelib chiqishi ko'p ildizliq bo'lganligi uchun bularning demak bir qismi shimolga ko'chib, Mongoliya hududida ko'payib, boshqalar bilan qo'shilib, keyin Uyg'ur xalqligini tashkil qilgan, keyin yana qaytib kelib, Sharqiy Turkistondagi mahalliy Uyg'urlar bilan qo'shilishib, tarixiy hayotini, tarixiy jarayonni davomlashtirgan. Shunday fikrda biz undan keyin Uyg'urlarning o'q ildizi qaysi ekan degan masalaga e'tibor berdik. Bizning qarashimizcha Uyg'urlarning o'q ildizi O'g'iz.
o'zining oliy ilmiy unvonlarini Moskva va Toshkentda olgan, ko'p yillar O'zbekiston Fanlar akademiyasi va O'zbekiston prezidentining qaramog'idagi strategiya tadqiqot institutida yetakchilik xizmatlarini olib berib, ko'plagan shogirdlarni tarbiyalagan professor Ablahat Xo'jayev apandining qalamiga yaqinqi 30 yildan ortiq vaqt ichida Moskva va Toshkent qatorliq shaharlarda nashr qilingan Qing imperiyasi va Sharq Turkiston 18-asrda Markaziy Osiyodagi Xitoy omili, Xitoy tarixi manbalarida Turkiy shaharlari, qadimgi turklar tarixidan, Buyuk Ipak yo'li aloqalar va taqdir, Markaziy Osiyo davlatchilik tarixiga oid ma'lumotlar nomliq va boshqa bir qator ilmiy kitoblar mansubdir.